Rektotelli bu nima? Ichak harakatining buzilishiga olib keladigan to'g'ri ichakning tushishi bu rektotelli deyiladi. Ichak tushishining ikki xil ko'rinishi mavjud. Old tomonga, ya'ni qinning orqa devoriga, oldingi tomonga, anakopchikoviy soha tomonga. Rektotelli kimlarda kelib chiqadi? Og'ir tug'ruq yoki takroriy tug'ruqdan keyin kelib chiqadigan perineal yorishlardan keyin, kam harakatlilik, semizlik, kichik chanoq bo'shlig'ida qon aylanishining buzilishi, ichakning surunkali kasalliklari, estrogen va progesteron gormonlarining normadan pasayishi. Uy sharoitida sizda rektotelli borligini qanday aniqlasa bo'ladi? Hojatga borishga yolg'onchi istak, axlatning qattiqligi, kuchli defekatsiya, orqa sohada yot jismning borligi va to'liq bo'shanolmaslik. Kasallik davosi faqat jarrohlik yo'li bilan ichakni ko'tarish yoki qisman olib tashlash bilan amalga oshiriladi. Hurmatli ayollar, agarda sizda yuqoridagi alomatlar kuzatilayotgan bo'lsa, zudlik bilan proktolog ko'rigiga kelishingiz kerak.